Assalomu alaykum. Davronbek efirda bugungi yosh kitobxon respublika ko'rik tanloviga qo'yilgan kitoblardan qaysi biri haqida yoshlarimizga ma'lumot bera olamiz? Bugun sizlar bilan yosh kitobxon ko'rik tanloviga qo'yilgan kitoblarimizdan Jorj Orwellning Molxona asari bo'yicha gaplashamiz. Jorj Orwell mashhur ingliz olimi, ingliz adibi Jorj Orwellni romanlaridan hisoblanadi Molxona asari. Xo'p, bu asarga keladigan bo'lsak, 1945-yilda nashrdan chiqarilgan, 1944-yillarda, 43-44-yilda yozilgan asar hisoblanadi. Bu asarda asosan 1917-yil Rus inqilobiga asoslanib yozilgan, timsoh qilib yozilgan hisoblanadi, ammo hayvonlar ko'rinishida, ya'ni Jaydari qilib aytganda qog'ozga o'rab gapirilgan, qog'ozga o'rab yozilgan asar hisoblanadi bu asar. Bu asarda demak qo'rg'oncha fermasida Mr. Jonsni fermasidagi hayvonlar hammasi egalariga qarshi qo'zg'olon ko'tarishi bilan boshlanadi asar. Ya'ni bu asarda polkovnik Cho'chqa barcha hayvonlarni yig'ib olib, ularga shu mustaqil bo'lishni, odamlarga qul bo'lib yashamaslik kerakligini, ularni hali yaxshi hayot kutib olishi, ular erkin yashashi kerakligini, ular hali juda yaxshi hayotda yashash mumkinligini, o'limdan keyin hayvonlar tushadigan jannat borligini barchasini ko'rsatib bergan, ya'ni gapirib beradi. Bundan ilhomlangan hayvonlar esa polkovnik Cho'chqa vafotidan keyin Napoleon va Snowball cho'chqalar boshchiligida egalariga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Qo'zg'olon ko'targanda bularda asosiy boshqaruv yo'nalishlaridan biri bu diktatura hisoblanadi. Ya'ni cho'chqa Snowball birinchi bo'lib, demak, hammani bir xil huquqli bo'lishga, ular bilan bir xilda mehnat qilish kerakligiga ishontiradi va ular bilan birga mehnat qila boshlaydi va bundan tashqari katta bir tegirmon qurib, hali kelajak loyihalarini juda yaxshi ketayotgan cho'chqa bo'ladi. Ammo bunga harakat qilgan Napoleon cho'chqa esa o'zi ikkita laycha it bo'ladi. Shularni 9 ta farzandini o'zi kichkina kuchukcha vaqtida bir tomga olib chiqib ketadi-da, o'zi tarbiyalay boshlaydi. Itlar katta bo'lgandan keyin barchasini olib tushib o'ziga o'rgatgan bo'ladi. Ular Snowballni o'ldirishga harakat qilishadi. Shunda Snowball qochib ketadi. Boshqa yoqqa qochib ketgandan keyin Napoleon hukmronlikni qo'liga oladi-da, barcha hayvonlarni boshida Chinqiroq laqabli cho'chqasiga buyruq farmon berib, ishontirib boshlaydi. Keyinchalik esa zo'rlik bilan, ya'ni ularni majburan ishlatishga o'tadi. Ayni bunda qo'ylarga madhiyani, ya'ni ferma madhiyasini o'rgatish juda ajoyib bo'lgan. Bunda ya'ni 2 oyoqlilar dushman, 4 oyoqlilar do'st degan joylarida, demak, ular o'zidan boshqa barchani o'ziga dushman deb biladi. Yaqinlashtirmaydi boshda. Keyin qaysi hayvon to'g'riroq fikrlamoqchi bo'lsa, o'sha hayvonlarga qarshi qo'ylar shu madhiyani aytaverganda, u hayvon ham fikridan qaytadi, balki Napoleon to'g'ri aytayotgandir deb. Masalan, Clover va Boxer laqabli otlarga keladigan bo'lsak, men doim egam uchun, Napoleon uchun doimiy xizmat qilishim kerak, uni ishonchini oqlashim kerak deb, umri oxirida esa Boxer oyog'i singan vaqtda Napoleon buyrug'i bilan qassobxonaga topshirib yuboriladi, arzimagan pul va vinolar evaziga. Shuncha mehnat qildi, ular uchun harakat qildi jon-jahdi bilan, ammo foydasi bo'lmadi. Uni qassobxonaga topshirib olishdi. U yerda eng menga yoqqan obraz hisoblanadi Molxona asarida eshak Benjamin. Aqlli edi. Cho'chqalar yozuvni, o'qishni o'rgatgan vaqtda Benjamin cho'chqa ham o'rgangan edi. Bilar edi o'qishni. Lekin hech kimga yordam bermas edi. Va jamiyat ishiga aralashmas edi. Befarq edi u.
Asosan shuning uchun ham Benjamin ko'proq mehnatdan uzoqroqda turar va kamroq dakki eshitlar jazoga tortilardi. Bu yerda shunday odamlar borki atrofimizda, ya'ni nima desa bo'ladi? Hamma narsani bilib turadi ichidan, ammo o'zini befarq tutadi. Ya'ni aralashib qolmaslik uchun siyosatga. Bu yerda bir joyi borki, ya'ni aytadiki, qo'ylarni mana bu 4 ta kichkina cho'chqani, 2 ta qo'chqorni, 3 ta tovuqni, yana ba'zi hayvonlarni o'rtaga qo'yib, senlar dushmansizlar bizga, fermaga dushmanlik qildilaring, Napoleonni yomonladilaring, Snowballga yordam berdilaring. Hamma joyda bizni ishimizdan norozi bo'ldilaring deb o'ldirib yuborishadi. Hammasini o'ldirib yuborishadi o'sha vaqtda. Shu joyini o'qigan joyimda qandaydir bizni jadidlarimiz ko'z o'ngimga kelib ketadi. Ular ham ilmli, ziyoli, o'zini mustaqil fikrini ayta olgan odamlar edi, ammo xalq dushmani sifatida otilib ketdi. Shu joyda nazarda tutiladi va bu yerda endi yana buni Napoleonni cho'qqisiga chiqib ketadiki, yomon yovuzliklari, undan buyog'iga Napoleonni barcha hayvonlar dohiyimiz deb chaqirish kerak edi. Dohiyimiz Napoleon deb gap boshlash kerak edi. Har doim oddiygina Napoleon yoki boshqa deyish mumkin emasdi. Uni buyrug'i buyruq, aytgani aytgan bo'la boshlagandi. Undan keyin u nima qiladi? O'zi ikki oyoqlilarni dushman degan bo'ladi-yu, ularni katta bir qoidasi bo'ladi. O'zlari qonun yozgan qoidasi bo'ladi, qonun qoidasi. U bo'yicha odamlar ishlatilgan narsalarni ishlatish mumkin emas. Odamlar bilan do'st tutilish mumkin emas. Odamlar ichgan narsalarni, ya'ni sharob, maylar ichish mumkin emas. Odamlar yotgan to'shaklarda yotish mumkin emas degan joylar bo'ladi, ammo keyinchalik cho'chqalar bu narsani o'zlariga to'g'rilab o'zgartirib boshlashadi. Ya'ni ichkilikni me'yoridan ortiq ichish mumkin emas. Odamlar bilan shaxsiyatdan tashqari me'yordan ortiq gaplashish mumkin emas. Ya'ni iqtisoddan boshqa yo'nalishda gaplashish mumkin emas. Cho'chqalardan boshqa hayvonlar choyshablarda yotishi mumkin emas. To'shaklarda yotishi mumkin emas. Ya'ni o'zlariga o'zgartirib boraveradi hamma narsani. Boshqalar uchun oddiy xalq, oddiy hayvonlar uchun qonun bir xil, ammo cho'chqalar uchun amal qilmaydi. O'sha joylarni ham ko'rsatib boradi va oxirida hayratlanarli joyi o'sha cho'chqalar odamga o'xshab yurib boshlaydi. Odamlarni kiyimlarini kiyib, odamlarga o'xshab sigaretlar chaqib, odamlarga o'xshab yurib, odamlar bilan savdo sotiq ishlarini boshlashadi. Va oxirida shu darajada ichkilik nima bo'ladiki, hayvonlar bilan odamlar bitta joyga yig'ilib, cho'chqalar bilan odamlar mehmondorchilik qiladi. O'sha yerda aytadiki, mehmondorchilikda Napoleonni maqtashadi boshqa odamlar. Deydi, Napoleondan ortig'i yo'q. Bu odamlarda hayvonlarda eng kam ish haqi bilan eng ko'p ishlatadigan firma bu. Bundan o'rnak olishimiz kerak deb maqtashadi va ancha ichkiliklar bo'lgandan keyin o'rtada qimor o'yini bo'ladi. Qimorda, ya'ni karta o'yinida ularda odamlar aldayotganini bilib, o'rtada katta janjal ko'tariladi. Janjalda derazani orqasidan tomosha qilayotgan Benjamin eshakni atrofida hamma hayvonlar tomosha qilib, shu darajadagi janjalga guvoh bo'ladiki, odamlar bilan cho'chqalardan ajrata olmay qoladi o'rtada. Qaysi biri odamu, qaysi biri cho'chqa? O'shani anglay olmay qoladi oxirida. Shu bilan asar tugagan bo'ladi. Bu asarda aytiladigan joyi, har qanday joyda ham o'z manfaatini o'ylab, boshqalarni ustidan hukmronlik qilmoqchi bo'lgani va boshqalarni qulday ishlatib, ularga e'tibor bermay, har bir ishida yolg'on bilan o'ziga, o'z manfaati uchungina ishlaydigan odamlar cho'chqadan ham farqi yo'q degan ma'noni ko'rsatib bergan asar hisoblanadi. Rahmat Alloh. Bu Molxona asari atrofida bahslar Juda ham ko'p. Hali ham davom etyapti va biz Davronni fikrlarini eshitdik va qolgan izohlarda hamma yoshlarimizni kitobxonlikka chorlab qolamiz. Albatta. O'z fikrlarini bemalol yozishlari mumkin. Yana men bilan batafsil fikrlashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu kitob bo'yicha bemalol nomerimni ham tagida qoldirib qo'yaman. Bemalol gaplashishlaringiz mumkin.
yana shuni aytish mumkinki, qaysi kitoblar doirasida fikrlar bo'lishini kommentariyda yozib qoldirishlarini so'rab qolaman. Albatta.